Assalomu alaykum va rahmatulloh, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 18-fevral kuni Saudiya Arabistonida Ramazon oyining hiloli ko'rindi va Saudiya Arabistonida, xosatan Makka mukarramada Ramazon oyi kirib keldi. Makka mukarramadagi mehmonxonamizda ziyoratchilarimizning saharlik taomlari. İlk saharliklar. Tarvuzlar, salatlar. Chiroqlarni qaranglar, odam bahridan ochilgan bo'lib chiroyli qilib chiroqlarni qo'yib qo'yibdi. İlk saharliklarni birinchisiga chuchvara, ikkinchisiga osh bilan saharlik qilmoqdalar hoji-otalarimiz. Hoji akalar, kayfiyatlar qalay? Bu hoji-otalarimiz Madinadan bugun yetib kelishdi. Hammaga nasib etsin. Ramazon oyida Makka mukarramaga kelib, mana shu joylarda ibodatlar qilib, saharliklarni, iftorliklarni shu joylarda qilishga nasib etsin hammaga.